Assalomu alaykum go'zal tabiat va go'sht muxlislariga alangali salom. Akalar, bugun xudo xolasa shanba, haftaning oxirgi kuni biz ishlarimizni boshladik. Sizlarga obzor qilishni boshladim. Xudo xolasa bu go'shtlarimiz ajratib olingan. Hammasini nomma-nom aytib ketaman. Ketdik. Akalar, bugun yangilik. Mana shunaqa butun go'shtdan butun qilib go'sht qovurishdi. Taklif tushdi. Qilamiz bugun xudo xolasa oshimiz, achchiq osh 1 kilo 200 paylik. Bu ham achchiq osh paylik 1 kilo 200 bu ham. Keyin o'zimizni bratanlariga mana bugun 8 kishilik hali bedanali setimizdan xudo xolasa kapchonka, mana yerda yana kapchonka. Mana bu kapchonka 3,5 kilo. Bu kapchonkani maxsus iminni aytishdi. Aka bo'ytani 91-yillarni yig'ish uncha onamni qo'lidan kelmayapti. Aka shu cho'xonaga taklif qilsa keyin kelyapti xolos deyishdi. Shuning uchun asobi zo'rlab bir chiroyli narsa qilib beramiz. Bo'ytani 91lariga addenni go. Akalar, biz sizlarni mana shu atmosferada kutamiz.